Hurmatli azizlar, sizlarga hozir hisob-kitob qilish qisqacha tushuntirmoqchimiz. Parniga issiqlik nasos qo'yadigan bo'lsanglar, deylik mana bunaqa ko'rinishda parnigilar bor. Balandligi 3-3,5 metr, hamma yog'i izolyatsiyasiz plyonkadan. Agar termiz bo'lib 2 qavat bo'lsa, nur ustiga olinadi. Agar 1 qavat bo'lsa ham taxminan 7-8 kvadrat uchun 1 kilovatlik issiqlik nasosi o'rnatiladi. Deylik mana shu territoriyangiz bor, 10 sotida yaxlit parnigingiz 10,000 kvadrat. O'shani bo'lamiz 7 ga deylik. İp chiqqan keladi. 8 ga bo'lsangiz, o'rtacha 7 ga bo'ling, adashmaysizlar. Shu 7 ga bo'lsa necha kilovatsa o'sha quvvatdagi issiqlik nasosini o'rnatishingiz kerak. Masalan, 8 kvadratmi bo'ldi? 8 ga bo'lsa, 700 kvadrat 7 ga bo'lsa, 70 kilovat issiqlik nasosi qo'yishimiz kerak. 70 kilovatning narligichida issiqlik nasosi topish qiyin bo'ladi bozorda. Yo 50 ga 20 bo'lishi mumkin, yoki 235 bo'lishi mumkin. R32 ligi bor va R290 ligi bor. Farqi nimada? R32 bu eski gazli, ancha yildan beri qo'llanib kelinadi. Uni past haroratda energiya sarfi yuqoriroq. Masalan, -5 da deylik, ko'p deydi o'zi issiqlik nasosida, ya'ni energiya samaradorligi. 1 kilovatdan 3 kilovat olishi mumkin, 1 kilovatdan 5 kilovat olishi mumkin, 1 kilovatdan 1 kilovat olishi mumkin. R32 da o'sha energiya samaradorligi ozgina pastroq. R290 bu yangi texnologiya, oddiy propan. Uni issiqlik chiqarib berishda tejamkorligi yuqoriroq. Shuning uchun R290 qo'ysanglar ozgina qimmatroq, lekin addachasi zo'r. Ya'ni yillar davomida energiya xarajatingiz kamayib boradi. Yevropada ham o'ziga e'lon qilgan 2030 dan borib R32 ni ishlatish mumkin emas. Xonadonlar ham hech qaysi obyektda faqat R290 ga ruxsat berish normasi qirg'azildi. Xo'p, endi issiqlik nasosi kimdan olishingiz farqi yo'q. Qo'yadigan bo'lsangiz, masalan, shu 70 kilo 235 olsangiz, R32 bo'lishi mumkin, R290 bo'lishi mumkin. Narxini o'zingizlar bozor surishtirasizlar. Sotib olib kelib, buferin tanki bilan qo'yasizlar. Buferin tank rashyoti eng minimum 1 ga 4. Ya'ni 70 kilovat bo'lsa 280 kilovatli buferin tank qo'yish kerak. Agar optimal chetda bo'lgan bo'lsa 1 ga 8. Ya'ni 70 kilovatga 8 ko'paytirib 560 litrli buferin tank kerak. Shu akkumulyator, ya'ni o'sha energiya samarini kamaytiradi, xarajatingizni ham va issiqlik ham yetarlicha yetib boradi hamma joyingizga. Endi yaqinroq ketamiz. Mana bunaqa sizda kotyol turibdi. Ko'mir kotyol, shu paytga ishlatib kelgansiz. Bunda ham kilovatlari bor, zamonaviylari bor. Zo'r, lekin bundan buyog'iga filtrlar narxi juda oshib ketaveradi. Ya'ni ko'mir xarajatini ishlatish uchun ekologiya zarari yetgani hisobiga ko'mir narxi juda oshib ketadi bundan buyog'iga. Ya'ni ko'mirda ishlatib arzonga tushadi, lekin uni filtrlari va obslužенияsi orqali siz qiynalib ketasiz. Teplovoy nasos bunga arzonroq, effektivroq решение. Imamliq tomingizga quyosh paneli bilan qo'ysangiz, jahon maza. Ekonom ancha bo'ladi. Xo'p, sizni isitganingizda radiatorlar bormi? Ham yaqinroq kelib ko'rsatib. Shu hammalar bilgan mana bu radiatorlar bor. Hozir zamonaviylar, bu eski pokoleniyasi ekan. Zamonaviylar chiqadi, juda ko'plab kompaniya chiqadi. Bittasi taxminan 40-50 kvadratga mo'ljallangan. 40-50 kvadratda isitish, ya'ni 1,5 metr balandlik qilib qo'yasiz. Shu отопление turbada keladimi temir. Hozir plasmas turbada kelsa yana ham arzonroq tushiradi. Endi temir turbada yaxshi, atrofga ham issiqlik beradi. Lekin radiatordan issiqlik tarqatsangiz ancha energiya effektivniy. Plasmas turbada olib kelasiz, radiator qurasiz, tokka tiqilib preparatiga bilan butun issiqlikni ta'minlayveradi. Ya'ni o'sha 700 kvadrat issiqxonangizga 70 kW issiqlik nasosi o'rnatdingiz. Har 40 kvadrat uchun bittadan mana shunaqa fan coil deylik. O'zi asl nomi fan coil deyiladi. Radiator emas. O'shani qo'ysangiz issiqxonangiz dahshat bo'ladi. Masalan, ko'chada harorat deylik, qishda -5 ga tushdi. Ichkarida siz issiqxonangizda qilishingiz kerak kamida 16 gradus, 18. Issiqlik nasosi shu payt ishlab beradi. Mana shu fan coil orqali issiqligingizni ta'minlaysiz, xonaning haroratini. Agar siz o'sha quyosh paneli bilan qo'yadigan bo'lsangiz, tomingizga ham birga qo'yasiz. Agrovoltaika deydi. Ya'ni panelni hozir yangicha shunaqa chiqdi. Stikini qilinadi, mana bunaqa plyonka emas. Orasidan prozrachniy quyosh nuri ham o'tadi bir tomonidan. Germetika bo'lib issiqlikni ham saqlab beradi va quyoshdagi issiqlikni ortiga ko'proq haydab beradi oddiy plyonkadan ko'ra. Chunki qora plastina, ya'ni silikon o'zidan issiqlikni tepaga ko'proq beradi. Haqiqiy ideal parniklar bo'ladi. Hozir O'zbekistonda bitta shunaqa loyiha qilinmoqda, 5 gektarli. Ya'ni o'sha koreys texnologiyada. Yana bitta tavsiya, parnik quradigan bo'lsanglar, iloji boricha janubga qaratib quringlar. Janubga qarab, masalan, kompas olasiz 180 ga qarab, quyosh qotadigan joy qayerda bo'lsa, mashina quringlar. Orqa tomoni yerni qazib, dovul qilsanglar,
ancha samarali. Koreyaga, Xitoyga, Yaponiyaga bo'lsa hamma issiqxonalar shunaqa. Ular shunaqa qilib bu yog'ini devor, yonini diagonal devor va bu yog'ini plyonka va tepasini quyosh paneli bilan qilgan. Orasini tashlab. Ana u ideal samaradorlik beradi sizga. Себестоимость ancha pasayadi masalan. Nima ekansiz? Pomidormi, gulmi, bodringmi, hamma xarajatingiz arzonga bitadi. Shuning uchun kim mana shunaqa решениyalar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar bizga yoki boshqa nasoschilar ham ko'p. Shunaqa normada qo'ydirsanglar, aniq va aniq yutug'iga ega bo'lasizlar. Bizga obuna bo'linglar, savollaringiz bo'lsa jo'natinglar, murojaat qilinglar. Sizlarga shunaqa решениyalar berishga har doim tayyormiz.